Assalomu alaykum. Bugun mana 6-aprel Toshkent viloyati Piskent tumani Kamoliddin akamiz xonalaridamiz. Bu Kamoliddin akam mana Rocky bir o'diring gibrididan ekkanlar. Mana shonashlarni hosildorligini ko'rib turibmiz. Tepalarigacha ketyapti. Ikkalariga adashmasam bir oy muddat bo'lgan. Ko'chatda hozir har kuni kunora terimdalar. 400 kilo terib turman dedilar. 7 sotiq maydon, 10 maydon. Kunora 400 kilo teryaptilar. Bu yaxshi natija. Bu orada o'simligimiz bir sovuq havolarda bir stres holatlariga ham tushdi. Kamoliddin akam shu to'g'ri agrotexnika qilib juda yaxshi boquvlarni qilib chiqdilar. Mana ko'rishimiz mumkin hosillarni. Rocky bir mana pastlarigacha yana qayta donlash beryapti. Hosillari juda ko'p. Güzellab solib yotibdi. Ko'rishingiz mumkin. Kamoliddin akam juda yaxshi qaror qiladilar. Mana hosillarni ko'rib turibmiz. Tepalashgan sari mana hosillar ko'payib ketyapti. Juda yaxshi natijalarga erishyaptilar. Yo'llarni ham ko'rishimiz mumkin. Ketma-ket hamma joyi bir xilda, tek standart. Bosh oxirigacha mana bag'alligidan ham bilsak bo'ladi. O'simlik bir tekis o'sgan. Hamma maydonda. Bu juda yaxshi natija. Fosforli elementlar bilan yaxshilaganda bozorga gullari bilan chiqish kuzatilyapti. Rockida ham gullari bilan chiroyli turadi. Hosildorligi juda yaxshi.